Bugun sizlar bilan Gruziyada anjanchasiga osh qilamiz. Qani ketdik. Birinchi bo'lib yig'lamasdan piyozlarni to'g'rab olamiz, keyin esa sabzini qasir-qusur qilib to'g'rab, go'shtni yaxshilab cho'miltirib olgandan keyin go'shtni ham to'g'raymiz. Qozonga yog'i solib, yog'ni yaxshilab qizdirib olgandan keyin piyozni solib, dushmanlarni keti qanaqa kuysa, xuddi shunaqa qilib, qip-qizil qilib kuydirib olamiz. Undan keyin go'shtni solib yaxshilab qovurib, ketidan sabzi ham qurib qolmasin deb uni ham sovuramiz. Qozonda yaxshilab jazbuz bo'lib, jizg'anay bo'lib pishgandan keyin suv quyamizda, ungacha guruchni yuvib turamiz. Anjanliklar qalampirsiz osh yemaydi, shuning uchun qalampir ham qozonga jo'natib yuboramiz. Balaq buluq qilib qaynaguncha mayizda uytib, osh tuzini ham ko'rib qo'yishni unutmaymiz. Oshimizni tuzi maromida bo'lishi uchun zirvakka tuzi sal-pal sho'r bo'lishi kerak. Guruchni so'v bo'lib qaynab chiqishini kutib, suv tugagandan keyin shunaqa qoshiqda oralaridan teshikcha qo'zib qo'yamiz. Yaxshiroq dam yeyish uchun va keyin mahkam qilib tarelkada yopib damlab qo'yamiz. Osh 20 minut dam yeguncha vaqtimiz behuda sarflamaymiz, qo'llarimizni aylantirib shunaqa salatlarni qilib turamiz. Ey xudoyim, sharmanda qilma deb oshni ochib, sekin buzib tashlaymiz bu oshni. Shunaqa ustidagi qalampirlarni, chesnoklarini olib olamizda, yaxshilab aralashtiramiz. Yog'lari bilan sabzilari bir me'yorda bo'lishi uchun. Oshimiz ham tayyor. O'zbekistonda bo'lmagani uchun unchalik ham o'xshamadi, chunki sariq sabzida baribir osh boshqacha chiqadi. Oshimga 1 dan 10 gacha baho berib ketinglar. Hammaga like va просмотр uchun rahmat. Очень вкусно. Спасибо повару, что такой хороший плов приготовил нас. Спасибо. Спасибо. Гостю рады другу, здесь застолье, но не пир.